Hudud tozalovchiga ekan bag'am. Qaydan bilasiz? Ha, o'qiyapsizmi o'zi? Abdukarim Mansurjon 1990-yilda tug'ilgan. Hop, Maishiy kollejni bitirganlar, mutaxassisliklar bo'yicha buxgalteriya bo'yicha ishlaganmi misol? Yo'q. Nega? Bizning sharoitimizda nima bo'lishmagan. Nega ishlamagansiz? Aynan shu yo'nalishda o'qib, yaxshi yo'nalishda o'qigan ekansiz. Yaxshi o'qimagan, endi hali oyamdan qabul sharoitimiz to'g'ri kelmagan. Hop, oilalilar, 3 nafar farzandlari bor. Hop. Qayerda ishlagansiz oldin? O'sha onda chiqindida bir ishlardim. Qayerda? Chiqinda mashina bor. Chiqindi. Ha, toza hudud. Anda bir ishlardim, oltida ishlardim. Shunga mana o'tib ketdi, suitsidjon bo'lishim. Shunga o'tib ketdi, shunga ishlamayman. Bu yerga kelishdi kimdan, qanday yo'l orqali eshitib xabar topdingiz? Qaydan bildingiz o'zi bugun suhbat bo'lishini? Yo'q, anona olib ko'rdim, o'sha boring dedi. Mehnat berish orqali. Ha, mehnat berish orqali kelyapti. Tushunarli. Demak, shu kungacha davlat ishida ishlamagansiz, umuman rasmiy tashkilotlarda ishlamagansiz. O'rtacha oylik daromadingiz qancha? Bir oylik? Men Xudoga shukr deyman, boriga shukr. Yo'q, biz bilishimiz kerak hozir. Keyingi savolim davomi bor, shunga qarab. O'rtacha bir oyda hozir mana hozirgi holatda qancha daromad topasiz bir oyda? Boriga shukr qilaman. Ya bilaman, boriga shukr, hammamiz ham boriga shukr qilamiz. Prosta shu shukr anaqasi borda, chegarasi bor. Bu kunda qancha topasiz? Umuman olganda. Endi masalan hozir ustachilikka chiqqan shu yerga ustachilikka chiqardim, narxi topardim. Endi boriga shukr. Avvaliga amalga chiqaman, aravaga chiqaman. 100 ming, 200 ming, 300 ming topaman. Aravaga faqat shanba bozor kunlari, peshanba kunlari bozorga arava tortgani chiqasan, o'shandan endi 100 ming. Ha, taniysizmi? Taniyman, shunga ketman. Qaydan? Bozorda yurardim, mana shu mahalladan, mana shu ketaman. Chiqib keladi. Bu yerda kim yaqinlaringiz ishlaydi? Ayollar. Yaqinda ayollarni ishga oldik-ku. Kim? O'ldi. Mavludan. Rachkada ishlaydigan Mavludan xo'jayinlari. Men ishga olganman. Yo'q, siz ishga olmagansiz, boshqa yerda yaqin ishga olgansiz deb. Murojaat qilingan yuqoriga orqali Kuzda olgan. Kuzda olgansizlar. Yangi ish olganingizga hayron bo'ldim. Yo'q, o'sha nomda deyapti. Ha, Mullabek va Mavlud aka. Ha, shu qizlar. Tushunarli. Savollaringiz bormi? Mas'ullik deydi, mana peshanba bozorga borasan, shanbaga chiqasan, bozorga borasan. Ulardan 200 ming topasan ekan. Xo'sh, bizniki 1 million 700, 1 million 600 oylik. Chunki hudud tozalovchi har kuni kuning mashina o'tadi. Faqat shanba yakshanbadan. Misol uchun agar Rizqing qo'shilib mabog'da ishga kirib qolsa, ertalab 8da kelasan, kechga 5da ketasan. Qo'shimcha boshqa ish qila olmaysan. Endi 2 kundan birpasda o'tadi, ketadi. Uy ishlari bilan boshqa bo'ladi. Shavani ham hisobga olib, o'zi o'rganga bo'lsangiz kerak, masalan, kelishdim hozir. Endi menga yordam bo'lsin deysiz. Yo'q, to'g'ri, ro'zg'oringga yordam bo'lsin deb hamma yoqlarga. Lekin shularni ham hisobga olib, Qo'shimcha ishlar qila olmay qolasiz demoqchi. o'shada qo'shimcha ishlar qila olmay qolasiz. Oilaga hamma keladigan 200 ming, 300 minglik daromading uzilib qoladi. Bitta oylikka qarab qolasan demoqchiman. Oylik kelguncha yo'q. oldingi ish ko'zida nima ketdi? Oldin chetimiz diskon bo'lgan, xususiydan davlat yo'q sinfini oldi. Ishga bo'yicha 500 qaramni ishladik dedi. Shuni olib ketib qo'yib qo'ydim. Berdilar savol. Bu tashkilot haqida qanaqa tasavvurga egasiz? Hozir kelayotgan joyingiz haqida mana kelyapsiz. Qanaqa tasavvurga egasiz? Endi shu
Sonra ko'cha bilan dehqonchilik qilasizmi, u hammasi qilaveraman, men qo'ldan keladi. Yo'q, uni bilaman. Bu tashkilot haqida tasavvuringiz qanaqa? Kimlar Qayerga yashaydi? kelyapsiz? Ha, qanday joy bu? Qanaqa tashkilot? Nimalar bilasiz bu tashkilot haqida? Tashkilot bo'lmasa kirmasa qaydan bilaman? Yo, mana hozir sizga kelish qachon eshitdingiz bu xabarni? Kunda bor, men Nech kun bo'ldi taxminan? 6 kun, 5 kun. 6 kun, 5 kun. Mana 6 kun, 5 kun qayergadir bormoqchisiz. Kelyapsiz, mana shu yerga suhbatga kelmoqchisiz. Qayerga boryapman? Qaysi lavozimga boryapman? Qayerga ishga oladi? Meni vazifalarim nimadan iborat bo'ladi degan bir savollar o'zingizga berib ko'rdingizmi? Men shu yerda shu qishloq ona xo'jaligi institutida bo'pti dedim, hisoblarni temasini bilaman. Shu Mana tasavvurga kelmassiz bu yer haqida. Xotin bilan gaplashasizlar. Xotin bilan. Aytmaydimi? u Kimlar ishxona yashaydi? to'g'risida nimalar bo'lyapti? menimcha so'ramayman. Bu yerda kimlar yashaydi? Mana necha yillardan beri mana shu qishloqda Qishloqda yashaymiz. yashaysiz. Kimlar yashaydi? Kimlarga xizmat ko'rsatamiz? Bu yerda qanaqa insonlar yashaydi? Muruvvat uyi haqida ozgina bo'lsa ham tushuncha. Qanaqa shaxslar yashaydi? Mana bu yerda kimlarga xizmat ko'rsataman? Masalan uchun ayoling ham qanaqa odamlarga xizmat ko'rsatadi? Kimlarga kirini yuvadi? Masalan biz bilan bularning farqi bor. Shunaqa tushunchasida qanaqa insonlarga xizmat ko'rsatish haqida. Agar savollar yo'qmi? Agar savollar bo'lmasa, kimlardir qani? Hop, Mansurjon aka sizga xabar beramiz. Kelishodingmi? Rahmat sizga. Salomat bo'ling.